Har bir insonning qalbida o'zi tug'ilib o'sgan vatanga, ona shahriga bo'lgan chuqur muhabbat bo'ladi. Bu muhabbat fitriy, ya'ni tabiiy bo'lib, insonning qalbiga Alloh taolo tomonidan joylashtirilgan tuyg'udir. Bugungi ma'ruzamizda biz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning o'z tug'ilib o'sgan shaharlari Makka-i Mukarramaga bo'lgan buyuk sevgilari haqida so'z yuritamiz. Makka islomning beshigi, Ka'ba-i muazzama joylashgan muqaddas shahardir. Bu shahar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun nafaqat tug'ilgan va bolaligi o'tgan joy, balki vahiy nozil bo'lgan, ilk musulmonlar jamiyati shakllangan muqaddas zamin edi. U zotning Makkaga bo'lgan muhabbatlari shunchalik kuchli ediki, hatto Makkadan hijrat qilishga majbur bo'lganlarda ham bu sevgi qalblardan zarracha arimagan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilayotgan vaqtlarida Makkaga yuzlanib alam bilan shunday deganlar: Allohga qasamki, sen menga Allohning yerlaridan eng mahbubisan va Allohning yerlaridan menga eng suyuklisisan. Agar qavmim meni sendan chiqarmaganlarida edi, men sendan chiqmasdim. Termiziy rivoyati. Bu so'zlar Nabiyimiz sallallohu alayhi vasallamning Makkaga bo'lgan chuqur muhabbatlarini, undan ayrilishi naqadar og'ir kechganini yaqqol namoyon etadi. Hijrat Allohning amri bilan bo'lgan, ammo bu u zotning Makkaga bo'lgan tabiiy mehrlarini yo'qotmagan. Makka nafaqat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uchun, balki barcha musulmonlar uchun muqaddas shahardir. Chunki u yerda Allohning bayti Ka'ba joylashgan. Qur'oni Karimda Alloh taolo Ka'bani Baytul Harom deb atagan. Alloh Ka'bani Baytul Haromni insonlar uchun qiyom, turish joyi qildi. Moida surasi 97-oyat. Bu oyat Ka'baning, demakki Makkaning musulmonlar hayotidagi markaziy o'rnini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ummatlarini Makkaga, Ka'baga tavof qilishga, haj va umra ziyoratlarini ado etishga targ'ib qilganlar. Bu Makkaning islomdagi o'rni naqadar ulug' ekanligini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlardan so'ng u yerga qaytganlarida musulmonlarning qalbida yana bir bor quvonch va shodlik paydo bo'ldi. Bu fath nafaqat siyosiy, balki ruhiy g'alaba ham edi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'z vatanlariga tinchlik, adolat va islom nurini olib kirganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Makkaga bo'lgan muhabbatlari bizga bir qancha muhim saboqlarni beradi. Vatanga muhabbat iymondandir. Vatanni sevish, uning ravnaqi uchun mehnat qilish, uning tinchligi va taraqqiyotiga hissa qo'shish har bir musulmonning burchidir. Qadriyatlarni asrash biz yashayotgan yurtning muqaddas joylariga, tarixiga, qadriyatlariga hurmat bilan qarash lozim. Ulamolarning axloq odob kitoblarida, jumladan Imom G'azzoliyning Kimyoyi saodat asarida insonning o'z yurtiga va undagi muqaddas dargohlarga ehtiromi, ularni obod etishga intilishi muhim axloqiy fazilatlardan biri sifatida keltirilgan. Islomning universal tamoyillari. Islom dini insonlarning o'z vatanlarini sevishga, uni obod qilishga targ'ib qiladi. Bu esa islomning faqatgina diniy ibodatlar majmui emas, balki hayotiy tamoyillar tizimi ekanligini ko'rsatadi. Bugungi kunda biz yashayotgan O'zbekiston zamini ham juda qadimiy va muqaddas diyordir. U yerda ko'plab allomalar, aziz avliyolar tug'ilib o'sgan, ilm ma'rifat tarqatgan. Bu yurtning har qarich yeri biz uchun aziz va muqaddasdir. Biz ham payg'ambarimiz alayhissalomdan o'rnak olib, o'z yurtimizga, uning tinchligi va ravnaqiga fidoyi bo'lishimiz, uni obod etishga hissa qo'shishimiz lozimdir. Xulosa qilib aytganda, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning Makka-i Mukarramaga bo'lgan cheksiz muhabbatlari bu biz uchun buyuk namunadir. Ushbu muhabbat vatanga sadoqat, o'z yurtining qadriyatlarini himoya qilish va uni obod etishga chorlovchi buyuk ramzdir. Biz ham o'z yurtimiz, O'zbekistonni sevishimiz, uning ravnaqi va tinchligi uchun astoydil harakat qilishimiz, unga fidoyi bo'lishimiz lozim.